Ha, Monster seni qimorvoz, odamlarga bilet sotib turib, lotereyani ham laxatron qilib turib, odamlarni BMWlarini yeyishini, qimorda o'ynab turib, xalqni hammasini kasodga uchratishini bilaydim, lekin dinni, bir qiynalgan insonni zakotni ustidan kulib chiqasan deb o'ylamadim. Mana videoning originali, ko'rib qo'y. Assalomu alaykum Sardor Ganster aka. Kelayotgan ro'zayi Ramazoningiz muborak bo'lsin aka. Sizga video murojaatim doktor aka. Mana shu bolani videosini qo'yib, shunday holatdan, achinarli holatdaligini ko'rib turib, yolg'ondan hayp qilib, like uchun, podpiska uchun Telegram kanalimga, qimorxonamga o'tinglar deb odamlarni aldab chiqyapsan. Bu inson Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan mana shunday holatda o'ta ham og'rigan, doktorlari ham, banisasi ham hamma yog'i gaplashib qo'yilgan. Sen qimorxonangga odam yig'masdan ko'ra 22 fevral kuni ro'zani zakot kunida TikTok platformasida meni efirimda 20 ta insonga xuddi mana shunday qiynalgan insonlarga yordam berayotgan zakotga kelgin. Bunday nogiron insonlarning ustidan like yig'ib, hayp yig'ib, Telegram kanalga o'ting, Telegram kanalga menga bu odamni topib tashlang. Videoni originalini ko'rib, ustiga qirqib olgansan. Hayp uchun unday dinda qiynalgan nogiron bechora odamlarning ustidan kulma. Monster iymoning deyma, Allohdan qo'rq. Shunchalik agar yordam ko'rsatayotgan bo'lsang, 22-chislo kuni inshaalloh kelasan. Bu insonga 200 ming, 150 ming dollar yordam kerak. Sen lavz qilding, kutaman TikTokda 22-kunida. Sen qimorvoz, sen haypajor, sen Telegram kanalga odamlarni do'zaxga qimorga tortayotgan mashinniksan. Boshqa hech kimsan. Ko'ramiz 200 ming dollar berar ekansanmi yoki yo'q.